Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib Telegram Premium stikkerlarini yaratish hamda Telegramda topishni ko'rib o'tamiz. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, video yoqsa like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, bizga Telegramda mana shu bot kerak bo'ladi. Mana havolasini so'raganlar uchun mana bu yerda havolasi yozib qo'yilgan. Mana shu botni shu yerdan qidirib kirib olasiz. Start bosasiz. Homiy kanallar chiqsa obuna bo'lib qo'yasiz va sizda mana shunday menyu ochiladi. Stikkerlar to'plamini yaratish qilasiz va stikker emojini tanlaysiz, ya'ni premium emoji uchun va stikker uchun. Masalan, bizga stikker tayyorlashimiz kerak. Mana bu yerdan kerakli bo'limni tanlaymiz. Masalan, birinchisi. Endi mana hayvonlar qisqa havola sifatida ishlatiladi deyapti. Bu yerga yozamiz, havola yozishimiz kerak, ya'ni shu havola orqali siz stikkeringizni topib oladi. Mana endi bizga fotosurat yoki video yuboring deyapti. Yuboramiz. Buning uchun shunchaki tanlab yuborsak bo'ldi. Menda masalan mana shu surat bor edi. Mana shu suratni yubordim va mana bizga tayyorlab berdi. Paketdan foydalaning tugmasini bosamiz. Mana stikker tayyor. Mana yuborsak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Endi yana start tugmasini bosamiz va bu yerdan emojilar to'plamini yarating bosamiz. Mana bu yerda emoji premium deb qo'ygan, shuni tanlaymiz. Va bunda ham o'zimizga keraklisini tanlab, masalan, bunga ham havola qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bunga ham yozamiz. Mana. Endi yana yuboramiz. Yana shu suratni yubordim. Emojini ko'rib chiqyapti mana. Emojini qo'shishni bosamiz va emojilar turiga kiritildi deyapti mana. Yuborsak emoji ko'rinishida ketadi. Mana shunday qilib yaratamiz. Agar sizga tayyor stikkerlar kerak bo'lsa, xuddi mana shu botdan mana buni bosamiz va katalog tugmasi turibdi. Mana shuni bosishimiz kerak bo'ladi va katalogni ochishni bosamiz. Mana shu yerdan mana istalgan stikkerni tanlab olasiz. New bo'limida yangi stikkerlar chiqib turadi. Ya'ni emojilar, stikkerlar, xullas hammasini chiqarib beradi. Mana trends bo'limida eng trenddagi stikkerlar to'plamlarini chiqarib beradi. Mana ko'rsak bo'ladi. Mana shunday qilib topib olsangiz bo'ladi. Ko'pchilik so'raganlari uchun video qilib tayyorladim va mana bu yerda emoji bo'limi bor. Mana bu yerda faqat emojilar mana. Istalgan turdagi add tugmasini bosamiz. Mana bu yerda turgan va o'zimizga qo'shib olsak bo'ladi. Demak, bugungi videomiz mana shunday iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.